Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Vengriyaga kelib olganman deyinglar. Ertalab 8:30da yetib kelganman-da. Parkovkasida 3 gacha turdim soat. Keyin kelib bor endi uni 1 kilometr yursam 500 metrdan ofisga. Ha bo'pti deb keldim. Ofisga kirib chiqqandan 2 soatdan beri rampada turibman-da. Svolochlar. Ular yuklaymi o'ziga yo'qmi? Vobshe tushunmayman. Ertalab kelgandan beri hozirgacha yuk olib chiqib ketilgani yo'q. Vengriyada Nestle kim kelgan bo'lsa biladi. Kompaniya emas, bir uyob ishi ekan bu bor. Yomon sekin ishlaydi ekan. Mana ketdi, mana bir kishi yuribdi. Adam mashinalar mana hamma rampalarda pashti mashina bor. Bir kishi anaqa mana yaqinlashtiraymi mana. Mana ikkitasi bu uchta mashinalar ro'qli bo'sh turibdi. Bittasi aylanib yuribdi. Endi nima bo'lmaydi. Endi chichivorar ekan bu bor-ku. Razzokunardim endi mayli. O'zimni bir bosdim asta. Bo'lmabdi bu vengriskiy Nestle zavod. Kesin ana shuna diqqat bo'lasizlar ekan bular bilan. Sog' bo'linglar.